Assalomu alaykum, kuningiz xayrli, barakotli bo'lsin. Ramazon oyi muborak. Bo'stonliq ot bozori, Platina. Otlar juda ko'p. O'zingizga yoqqan otni minib ko'rib, yoqsa pulni kelishib, sotib olishingiz mumkin. Yoki bizga murojaat qiling, biz sizga ma'qulini topib olib berishimiz mumkin. Pastda raqam qoldirdik, bemalol aloqaga chiqursangiz bo'ladi. Bilasizmi, eng ko'p beriladigan savollardan biri bozorga yaxshi otlar chiqmaydi. Yo'q, bu xato gap. Bozorga yaxshi otlar ham chiqadi. Uydan olasizmi, bozordan olasizmi, yo biron bir joydan internetdan olasizmi? Otni yaxshilab tekshirib, oyoqlarini, nafas olishlarini, yurishlarini, turishini, yeb ichishini, yoshini, hammasini hisobini olib, keyin olganingiz ma'qul yoki mutaxassis bilan maslahatlashib keyin olganingiz ma'qul. Ha, albatta eng ko'p ishlatiladigan ot olishdagi ahamiyat beriladigan joylari juda ham ko'p, lekin 4 tasini eslatib o'tamiz. Ot olayotgan ot ishqibozlarga shuni aytamizki, ot olayotganingizda avvalambor chiroyiga ahamiyat berishingiz aniq, chiroyli bo'lish kerak. Bo'y bastlari, turishlari chiroyli bo'lish kerak. Keyingisi tuyoqlariga, agar yugurishini xohlasangiz, tuyoqlari stakan tuyoqdan bo'lib, ingichka tuyoq bo'lishlari, oyoqlari sog'lom bo'lishlariga ahamiyat berib, yurg'izib ko'rib, qarab olishingiz kerak. Ikkinchisi, uchinchisi, uni yeb ichishi, sog'lig'ini tekshirib ko'rishingiz kerak, nafas olishlarini. To'rtinchisi, ko'pincha unutiladigan joyi, otning odati, xulqi, ishlaydimi, ishlamaydimi, tepadimi, tepmaydimi? Shu odatlarini tekshirib ko'rib olganingiz ma'qul. Bizni kuzatishda davom eting. Komment, izoh qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like, komment, izoh qoldiring. Mayli, sotib ketdi. Buni sotib ketadi deyishyapti akalar. Telefonga qo'yib